G'assolga savol berishyapti. G'assol bilasizlar kimligini? Mayitni yuvadigan odam g'assol deyiladi. Shuncha mayitlarni yuvgansiz. Endi bu sizning kasbingiz. Shu yuvgan mayitlaringiz ichida yaqin insoningiz ham, yaqin insonlaringiz ham bo'lganmi deb savol berishyapti-da. Javoblari meni rosa ta'sirlantirdi. Aytayaptiki, men deydi o'zimni adamlarni yuvganman deyapti. Endi aytayapti, men deydi adamlarni o'sha otamlarni yuvar ekanman. Kichkinaligimda tog'oraga suv solib otamlar meni cho'miltirayotganlari esimga tushib ketyapti. Otamlarning oyoqlarini yuvar ekanman. Kichkinaligimda oyoqlarim turpoq bo'lib, ko'chadan o'ynab kelgan paytlarimda otamlar o'sha suvda meni oyog'imni yuvib qo'yayotganlari ko'zimning oldidan shunaqa o'tib ketyapti deydi. Yig'lab yuvdim deyapti. Otasini ustini o'sha yopib qo'yar ekan. Aytayaptiki, otamni ustilarini yopibman deydi. Kafanga. Men kichkinalik vaqtimda kechqurunlari sovuq yeyotgan paytimda otam o'rnlaridan turib, bilib chiqib, otamlar meni ustimni yopib qo'yardilar, bolam sovuq yemasin deb. Endi men otamni muzlagan, sovigan tanalariga, garchi bu ustilarini yopayotganim hech qachon bularni bu narsa isitmasa ham, men ustilarini yopibman. Shunaqa ta'sirlanib ketdim deb, yig'ladim deb aytayapti. Mashinaning orqasiga otasini jasadini solib ketar ekan. Aytayapti, men o'zim ruldaman deydi. Otam orqada yotibdilar deydi. Otamlarga qarayman. Ota deydi. Bir paytlar siz menga mashina haydashni o'rgatgandingiz. Chapdan yur, o'ngdan yur, chuqurga tushma, buni qara deb. Ota, endi men mashina haydashni o'rgandim. Lekin olib ketayotganim orqada otamning jasadi, sizni jasadingizni, sovuq jasadingizni olib ketyapman. Muzlagan jasadingizni olib ketyapman, ota, deb otasi bilan gaplashib ketayotgan ekan. Otam deydi orqada yotar ekanlar deydi. Yonimda o'tirib mashina haydashni menga o'rgatayotganlarini shunaqa eslayapman deydi. Ota, qani hozir yonimda bo'lsangiz, yonimda o'tirib mashinani haydashni menga o'rgatsangiz. Otasi orqada jim ketyaptilar. Chunki ular endi bu dunyoda yo'qlar deyapti. Shuncha mayitlarni go'rga olib tushib qo'yganman deyapti. O'sha lahatga qo'yganman deyapti. Hech kimning yuzini ochmasdim, men o'zim. Hech kimni quchoqlamasdim, o'pmasdim deyapti. Oxirgi marta deydi otamlarni qabr ichida qo'yib, yuzlarini ochib, yuzlaridan, peshonalaridan o'pdim deydi. Muzdek bir jasad. Otam indamanglar. Endi xohlasam ham, o'zlari xohlasalar ham, biz 1000 marta yig'lab, 1000 marta yalinib yorib ham endi foydasi yo'q. Otam ko'zlarini ochmaylar endi. Manguga ketgan otam deb aytayapti. Shu narsa eshitib ta'sirlandim.
Sizlarga ham shu narsani ulashgim keldi. O'zi dunyoda ikkita aziz insoningiz bo'lsa, bittasi otangiz, bittasi onangiz. Ota-onangizdan boshqa hech kim siz ularni undan zo'r bo'lib ketishingizni xohlamaydi. Faqat otangiz xohlaydiki, bolam mendan zo'r bo'lib ketsin deydi. Otangizni urishganicha boshqalarni yaxshi ko'rib sevganida sizni. Chunki ota-ona hech qachon sizni yomon bo'lsin, bolam deb urishmaydi. Ichidan shu yaxshi bo'lsin deb urishadi. Shuning uchun ota-onangiz bor paytlarida, tirik paytlarida qadriga yeting, keyin shu so'kishlarini ham topa olmay qolasiz. Shu urushib berishlarini ham topa olmay qolasiz. O'zi bir ikkita ota-onasiga yomon muomalada bo'layotganlarni ko'rsam jahlim chiqib ketadi. Unaqalar bilan men do'stdan bo'lmayman, chunki otasini, onasini bilmagan sizni ham bilmaydi. Otasini, onasini hurmat qilib qadriga yetmagan sizni hech qachon qadringizga yetmaydi. Bir kisim pul topib otasiga aql o'rgatadiganlar ham shunaqalar ham paydo bo'lib qolgan. Ana shular ham bor-ku o'zi. 5-6 so'm pul topib otangga dars bermagin deydi. Sen surayotgan shu davrni otang bir paytlari surgan deydi. Sen hozir ko'rayotgan xo'rozni otang deydi jo'jalik paytida ko'rgan deydi. 5-6 tebratib deydi. Beshigingni tebratib onangni yonida turgan. 5-6 so'm pul topib otangga dars bermagin deydi. To'g'ri aytgan shu, kim aytgan bo'lsa ham endi bunaqa misollar ko'p, lekin ota-onani borlarida, yoningizdaliklarida quchoqlang, o'ping, qadriga yeting. Ota-onangizdan boshqa hech kim sizga kimingiz bo'lgan taqdirda ham ota-onangizchalik bo'lmaydi. Bir kun mana shu hozir yuqorida aytib bergan voqeamda ham shu G'assolning voqeasida ham, G'assol aytib bergan voqeada ham mana endi otasini hech qachon u qaytara olmaydi, bo'ldi, orqaga ketdi. Iloyim ota-onangiz bor bo'lsa, duolarini oling, qadrlariga yeting. O'tib ketishgan bo'lsa, orqalaridan duoi Fotiha qiling. Zero boshqa ish kelmaydi qo'lingizdan. Shu o'qigan surangiz, qilgan duoingiz, qilgan yaxshiliklaringiz, otangga rahmat degan gaplar otangizga boradi shu narsalar. Bu shunaqa gaplar TV kanali. Kim agar obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta like bosib qo'yinglar, boshqalar ham ko'rsin, manfaatli bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.